Amerika Davlat Majlisi qarmog'ida yangidan tashkil qilingan Amerika va Xitoy Kompartiyasi o'rtasidagi strategik raqobat favqulodda komiteti Uyg'ur diyoridagi lager shohidlari va munosabatlik mutaxassislarni taklif qilib, 3 soatlik maxsus guvohlik berish yig'ini chaqirdi. Guvohlik berish yig'inida Xitoy hukumatining Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limi muxbirlarining yurtidagi urug' tuqqanlarga ziyonkashlik qilish orqali ulardan o'ch ilayotganligi haqidagi muhim isbotlar anglitildi. Radio Free Asia, they were the first media outlet to publish reporting about the CCP's internment, forced separation, slavery... Erkin Osiyo radiosi Xitoy Kompartiyasining parchalash, qulluq emgiki va majburiy tug'i cheklash uchun qurilgan Uyg'ur yig'ilish lagerlari to'g'risida xabar bergan tunji axborot organi. Kikoler xonim, Amerika cho'ng qirg'inchilik xotir muzeyida bir necha turlik vahshiylikning oldini olish tadbirlari bor. Bular nomini atab turib sharmanda qilish va pak to'plash qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Siz erkin axborotning Xitoydagi kishilik huquq dafsanchiligining oldini olish va oshkorlashdagi rolni izohlab bera olamsiz? The role of Radio Free Asia has been Erkin Osiyo radiosining roli favqulodda muhim bo'lib, shu vajdan Uyg'ur xalqining hikoyasini so'zlashda mana shundoq mustaqil matbuotning bo'lishi intayin zarurdir. Men bir qancha nuqtani gavlandirmoqchi. Biri, bu jurnalistlarning ko'p qismi Uyg'ur bo'lib, ular o'z jamoatining ahvolini bayon qiladi. Ularning xizmati ularning o'z oilasi ham jamiyatiga zo'r xatar elib kelganligi sababli, men ularning zimmasiga yuklangan yukning naqadar ig'irligini tasavvurmi qilolmayman. Yana biri, ular dal Xitoy hukumati o'chirish va yo'qotishni maqsad qilgan Uyg'ur tilida anglatish beradi. I'd like to share some truly disturbing and eye-opening videos from Radio Free Asia journalists. Men Erkin Osiyo radiosi muxbirlarining kishini haqiqatan bearam qiladigan va hayron qoldiradigan sirlarni ham bayahlamoqchiman. Ular Xitoy Kompartiyasining ularni qanday qilib terrorchi qilib ko'rsatganligi, o'zlari va oila taobatlari to'g'risida tafsiliy hamda hamisha soxta ma'lumotlarni to'plaganligi. Shunaqli nurg'un dahshatli ahvollarda ularning oila taobatlarini qamash orqali ularni bevosita zarba nishoni qilganligiga doir voqealarni bayon qiladi. My name is Gulchehra Khoja. I'm a journalist at Radio Free Asia. Mening ismim Gulchehra Khoja. Men Erkin Osiyo radiosining muxbiri. Bir jurnalist bo'lish sifatim bilan faqat o'z xizmatimni qilganligim uchunla Xitoy hukumati kam deganda oila a'zolarimdan 24 ni jazo lagerlariga yo'lladi va meni terrorchi deb e'lon qildi. Shuningdek meni tutish tizimligiga kirgizdi. Men va xizmatdoshlarim Xitoy Kompartiyasining dafsandichiliklarini oshkorlaganligimiz uchun mustabid hokimiyatning zarbi nishoniga aylandik. An authoritarian regime. My name is Mehmet Janjuma. Because of our work at RFA, our families in China have been persecuted. Mening ismim Mehmet Janjuma. Erkin Osiyo radiosidagi xizmatim sababli Xitoydagi oila taobatim ziyonkashlik uchirdi va turmaga tashlandi. Yaqinda oshkorlangan Xitoy saqchi hujjatiga qaraganda, mening qarindoshlarim va yaqin tuqqanlarim bo'lib, eng oz deganda 29 kishi arxivlashtirilgan yoki qo'lga olingan. Egallashimcha 3 ilimning hammasi ilgari keyin bo'lib lagerlarga elib ketilibdi. Ularning biri faqat men bilan telefonda so'zlashganligi uchun 14 yillik qamoq jazosiga hukm qilinibdi. Tuqqanlarim menga chetilib, qarlanmoqda, zarba obyekti qilinmoqda, ziyonkashlikka uchirmoqda. Bu gunoh tuyg'usi har kuni yuragimni puchilaydi. Jurnalistlik xizmatimning ahamiyati bo'lg'achqa, bu ig'ir badalni to'layotganligimni bilaman. His work does matter. Uning xizmati ahamiyatli. Oilasidagilarining beshiga kelgan qismatlari tufayli gunoh tuyg'usining har kuni uning yuragini puchilaydiganligi nima degan qo'rqinchli? Men bir sobiq muxbir bo'lish sifatim bilan Xitoy Kompartiyasining mustaqil muxbirlar va ularning oila taobatlarini jimoqtirishga uringanligini anglash xuddi qo'rqinchli distopiyan filmlarni ko'rganga o'xshaydi. Ammo bu hikoya emas, balki bir reallikdir.